Oynasini o'zi 170 dollar turadigan mashinani ochgani ketyapmiz. Xudo xolasa, inshaalloh qizuv, keyin manfaatliroq video bo'ladi. Shunaqa video tayyorlashga harakat qilaman. Like bosib, podpiska qilish esingizdan chiqmasin jigarlar. Birinchi marta bu aka, ikkita zikr akkumulyator o'tirib qoldi mana shunaqa 9 ni. Ha, turaversin ishlashin. Xo'p. Hozir zikr 9x ni ochib zavat qildik inshaalloh. Yopirishlari ham o'zgacha ekan. Zaratga otdimi aka? Bo'ldi, zaratga olsin, xudo xolasa. Kichkina akkumulyator ham zaratga olib ketadi bo'ti. Bo'ldi aka. Tushiring mashinadan, tushirsangiz bo'ladi o'sha. Michelin o'zini zavodskoy balonimi? Necha pul turadi aka mashina примерно? Hammamizga nasib qilsin inshaalloh aka. Ochib tursin, mashina ochiq holda tursin. Batareyka o'zini sovutish maqsadida shu ham ventilyator yoqib qo'yapti-da, menimcha. Bo'ldi aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Yo'q, xudo xolasa oldim. Charchamang aka.